Mana Oqbura masjidi mana tomini yopish jarayoni boshlandi. Mana bunda ishtirok etgan, homiylik qilgan, ishtirok etgan, duosi bilan, xizmati bilan ishtirok etgan hammaga juda katta rahmat. Mana juda katta mana mustahkam qilib tomlilar mana yasalgan, mana o'shani olish jarayoni bo'lyapti. Mana hissa qo'shganlarga, hissa qo'shishni niyat qilganlar hammasiga duo qilishdi. Xudo xolasa ming yillar turadi, xudo xolasa. Bunaqasi bo'lmagan hali. Shunaqa joylarda xizmat qilish hammaga nasib qilsin iloyim. Og'irligi 9 tonnali. Juda katta narsa bu. Poyezdni ham ko'taradigan darajada mustahkam qilingan. Qishlog'imiz markazida, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbura qishlog'ining markazida. Masjiddan juda ajoyib bir fasonda bityapti. Mana prorab boshidan beri juda katta harakat bilan yuribman. Sizlarga ham katta rahmat.